Assalomu alaykum. Hammalaringga sog' salomatmisizlar? Bugungi videomiz xudo xolasa so'rilar, ya'ni vodiychasiga so'ri deydi. Toshkentliklar bo'ladigan bo'lsa, tapchan deb qo'yamiz. Xo'p, mana shu ko'rib turganlaring 2 million 600 ming so'mdan vodiyga dastavkasi bepul. Vodiyda misol uchun hozir biz Qo'shtepadan video qilyapmiz. Qo'shtepani, ya'ni Qumtepa bozoriga ketaverishda. Xo'p, shuni 2 million 600 ming so'mdan Andijonga, Namanganga, Qo'qonga dastavkasi bepul. Razmeri 210 ga 270. To'liq sasnadan bo'lgan. Xo'p. Lagalari keladigan bo'lsak, lagasi nechida aka? 9 ga 36 lik laga tashlangan. Mana shu yerda mana bitta bu joyda laga, bu joyda laga, bitta bu joyda laga. Ya'ni 3 ta lagasi tashlangan. Baquvvat, bemalol 8 tadan 10 ta odam bemalol sig'averadi, xudo xolasa. 2 million 600 ming so'mdan vodiyga dastavkasi bepul. Shunisi, bunisi ham 2 million 600 ming so'm. Bundan tashqari mana bunisi ham 2 million 600 ming so'm. Mana bunisi keladigan bo'lsak, bunisi ham 2 million 600 ming so'mdan. Razmerlari mana shu ko'rsatgan to'rosining razmeri bir xilda. Hammasi yelimlak qilingan, suvga ham yo'qqa pishiq bo'ladi. Xudo xolasa 100% sasna to'rosi. Bundan tashqari sal kattarog'ini so'raganlar uchun bu kattarog'i ham bor. Mana bunisi 15 ta odam bemalol sig'averadi. Buni oyoqlari yong'oq, qolgan joyi sasna bo'lgan. Mana bu joylari ham 46 lik bo'lgan. Ya'ni 46 lik. Juda ham pishiq, so'ri bo'lgan. Xudo xolasa buni narxini 4 million 200 ming qilib beramiz. Razmeri nechida aka buni? 2,5 metrga 3 metr. 2,5 metrga 3 metr bo'lgan ekan, 42 qilib berishar ekan. Bundan tashqari bunisi razmerichi 270 ga 3 metr ekan. Bu ham bitta baho beringlar, juda ham chiroyli ekan. To'liq sasna ekan. Oyoqlari baquvvatligini qarang, oyoqlarini. Juda ham katta. 15 ta odam bemalol ketaveradi. 270 ga 3 metr. Bunisini 4 million 600 ming so'm qilib berishar ekan. Xonsiz. Xona alohida 350 ming so'm ekan. Bundan tashqari mana bunaqa quyosh fasoni bor ekan. Ya'ni bez svet yaxshi ko'radiganlar uchun bez sveti mana. Oyoqlari 100% sasna. Oyoqlari yong'oq. Oyoqlari yong'oqdan bo'lgan, mana ko'ringlar. Qolgan joyi sasnadan bo'lgan. Qo'llariga bitta baho berib berasizlar. Bu joylari ya'ni 4,6 lik qilingan ekan. Qalinligi 4,6 lik bo'ladi. Qancha qalin bo'lgan sari shuncha pishiq bo'ladi. So'kalariga ham bitta baho berib berasizlar. Buni ham 45 qilib berishar ekan. Ya'ni 4 million 500 ming so'm qilib berishar ekan. Dastavkasi vodiyga bepul. O'zi bu misol uchun o'zlarim o'zim olib ketaman desalar ham 400 ming so'm dastavkasiga o'tib berilaveradi. Chunki bitta mashina ham misol uchun 400 ming so'mga vodiyga olib borib beradi. Xo'p, bunisi razmeri necha edi? 273. Xuddi mashina ranglanganda. Ha, xuddi nari quyosh fasonida, ya'ni rang berilgan. Ya'ni bu o'sha bir xil puli. 45 qilib beramizmi buni ham? Aha. 45 qilib beramiz. Bu ham o'sha katta pishiqda. Bu ham oyoqlari qanaqa? Oyog'i ham yong'oqdan bo'lgan. Mana ko'ringlar, juda ham sifatli ish. Xudo xolasa vodiyda qaysi shaharda bo'lsa, shaharga dastavkasi bepul. Misol uchun Qo'qon shahriga ham 70-80 kilometr, Andijonga ham, Namanganga ham shahriga 70-80 kilometr biz turgan joydan. 70-80 kilometrga hozirda 300 mingdan 400 mingning oralig'ida so'rini katta kishiligiga qarab turib dastavkasiga olishyapti. O'shaning uchun biz iloji boricha shaharga qilib beryapmiz. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar.